Tok odamni urmaydi. Hammamiz fizikadan o'tganmiz, qarab turinglar. Fizikadan o'tganmiz, bilib olsanglar ziyon qilmaydi. Tok simni ichida yurmaydi. Simda atrofida aylanadi. Ko'rgansizlar fizikadan, hammalar shu darsdan qochib ketib futbolga ketib qolmagan bo'lsanglar, hamma ko'rgan. Endi qarab turinglar. Chap oyoqni ko'tarasizlar, yerda turmaslik kerak. Chap oyoq ko'tarilgan holatda chap qo'lni emas, o'ng qo'lni. To'rtinchi bilan birinchini bizlar birlashtirasizlar mana. Bu zazimlanadi, bu bunga o'tadi. Chap chimchaloq qiladi, tegizib ko'rasizlar mana. Mana urmaydi tok. Chap oyoq ko'tarilgan holatda ikkovi bitta turibdi, mana urmaydi mana tok. Mana. What? Uje urmaydi. Uje o'tdi sizlarga tok mana. Ikkovini ushlasanglar ham urmaydi mana. Ikkovini ushlasanglar ham urmaydi. Единственное, esdan chiqarmanglar hech qachon bitta narsani. Самое главное akalar. Shitdan o'chiq bo'lsa bo'ldi. Uchotchidanmi shitdan urmaydi tok. Sog' bo'linglar. Men bilgandim.